Ko'pchilik uy sotib olayotgan hozirgi zamonda o'zini qulayligini o'ylaydigan insonlar hayotni sotib oladi. Tasavvur qiling, yangi uyga ko'chib o'tdingiz, qo'lingizda kalit, hech qanday remont tashvishi yo'q, usta qidirish yo'q, ortiqcha xarajat yo'q. Shunchaki eshikni ochasiz va yangi hayotingizni boshlaysiz. Marg'ilon shahrida joylashgan ushbu 87 kvadrat metrli 3 xonali xonadon aynan shunday imkoniyatni taqdim etadi. Bu uyga kirganingizda birinchi bo'lib e'tiboringizni tortadigan narsa uning zamonaviy va did bilan qilingan remonti. Har bir detali o'ylangan. Yorug' va keng xonalar, zamonaviy yoritish tizimi, did bilan tanlangan ranglar uyg'unligi va premium ko'rinishdagi mebellar xonadonga alohida joziba bag'ishlaydi. Bu yerda oddiy remont emas, insonning kayfiyatini ko'taradigan muhit yaratilgan. Yana bir katta afzalligi, uyda mavjud texnika va jihozlarning barchasi qoladi. Ya'ni siz qo'shimcha xarajatlarsiz tayyor holatda yashashni boshlaysiz. 5-qavatda joylashgani sababli xonadon yorug', shovqindan nisbatan xoli va havosi ham tozaroq. Bugungi kunda ko'pchilik yangi uy olayotganda eng ko'p ikkita narsaga qaraydi: joylashuv va remont sifati. Bu xonadon esa har ikkala talabga ham javob beradi. Manzil Marg'ilon shahar Yangi Marg'ilon Vatstroy mavzesida joylashgan. Narxini $65,000 ga baholashdi. Kelishib ozgina kamaytirish imkoniyati ham bor. Bunday tayyor, did bilan ta'mirlangan va jihozlari bilan sotilayotgan uylar bozorda uzoq turmaydi. Hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning va uyni o'zingizniki qiling. Videoni yaqinlarga yuborib qo'yish esa esingizdan chiqmasin.